Assalomu alaykum barchaga. Bugun Konstitutsiyamizning 19-bobi O'zbekiston Respublikasining prezidentiga bag'ishlanadi va shuning 109-moddasi 22-bandi bo'yicha siyosiy boshpana berish, ya'ni prezidentimizning vakolatlariga kirganligi uchun siyosiy boshpana nima ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Siyosiy boshpana, ya'ni o'zining fuqaroligiga mansub davlat, diniy, irqiy, milliy mansubligi bo'yicha qandaydir mojarolar kelib chiqayotgan bo'lsa yoki urush holatlari, favqulodda holatlar e'lon qilingan bo'lsa, siyosiy boshpanadan foydalana olish vakolati bor hisoblanadi. Siyosiy boshpana berish qonun bo'yicha 2017-yil 29-mayda qabul qilingan siyosiy boshpanalar berish to'g'risidagi qonun loyihasi bilan tartibga solinadi. Siyosiy boshpana berishda hammaga ham berila olmaydi. Uning o'ziga xos shartlari mavjud bo'lib, bu jinoyat sodir etgan bo'lsa, ya'ni o'sha davlatdan biz davlatga o'tayotgan, siyosiy boshpanadan foydalanib olayotgan shaxs qandaydir jinoyat sodir etgan bo'lsa va qidiruv holatida bo'ladigan bo'lsa yoki BMTning maqsad va prinsiplarini buzgan holatda bo'ladigan bo'lsa, bularga hech qachon siyosiy boshpana berilmaydi. Xo'p, endi agarda siyosiy boshpana olayotgan shaxs qanday qonuniy hujjatlarni tayyorlashi kerak? Bular birinchi navbatda prezidentimiz nomiga, ya'ni iltimosnoma tayyorlash kerak. Keyin esa anketa va ariza 2 nusxada, tarjimai hol 2 nusxada, 3,5 ga 4,5 rasm 4 nusxada amalga oshirilib tayyorlanishi kerak. Xo'p, bu siyosiy boshpana berish loyihasini ko'rib chiquvchi vakolatli organlar ham mavjud bo'lib, bular Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan eng uzoq muddatda 1 yildan oshmasligi kerak bo'lgan muddatda ko'rib chiqiladi. Xo'p, keyin esa agarda siyosiy boshpana olmoqchi bo'lgan shaxs Ichki ishlar bo'limlariga taklif qilinib, ulardan biometrik ravishda imzolar hamda qo'l vakolatli idoralarga chaqirilgan holda ulardan barmoq izlari olinadi. Chunki maqsad ulardan keyinchalik chet el fuqarolari tarkibiga kirib qo'yiladi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tarkibiga kirib qo'yish uchun.